Lekin u o'zini self made person deb aytishga haqqi yo'q. Biz O'zbekistonda ham xuddi shunda. Lekin men taniganim o'zini self made person deydi. Aslida u self made person emas. Uni oyisi self made person bo'lgan. Juda ham kuchli tadbirkor bo'lgan va aka-ukalarga o'sha butun biznesini sotib, demak, pul bergan. U odam juda ham zo'r odam, ya'ni u ham yomon yo'lga kirib ketsa bo'lardi. Bu narsani qilmadi, o'zini, demak, kompaniyalarni tashkil qildi. Bu zo'r. Lekin iltimos, o'zini u self made person deyishga haqqi yo'q. Bu har xil narsalar. Qanchalik kamtarim bo'lmasin, lekin men self made personman. Ha. Chunki men kitobni o'qimagansiz-da. O'qishni boshladi. Menda hattoki kirish degan so'z ham yo'q-da. Ha, yo'q. Kirish so'zini o'rniga degan gap bor edi. Вместо предисловия. In a way of introduction. Assalomu alaykumdan boshlang aka. Men просто Sardor yerda podarka qilar ekansiz. Kim podarka? Men kitoblarim hech kimga podarka qilmayman. Kim podarka qilishi mumkin? Kitobimdagi qahramonlarga. Aha. Qolganlarga sotiladi. Yo'q. Yo'q. Haliga Biz keyingi kitobingizda qahramon bo'la olamizmi? no, bu ketishda ancha qahramon bo'lasizlar. Farqi yo'q aka, o'sha yerda chiqar. Farqi yo'q, ha. Bir tanishim hali aytib berdi. Bir boy odam o'libdi-da va shundan keyin uni advokatlari kelib, vasiyatnomasini o'qib eshittiribdi. O'g'limga uy qoldiraman. Turmush o'rtog'imga dachani, qizimga mashinani. Qo'shnim Rabinovich esa ancha iltimos qilganda, o'z vasiyatnomamda uni ham yozib o'tishimi, demak unga esa katta salom. Otashin salom deganda. Bizga ham salom berib olsangiz.